Assalomu alaykum, hurmatli Tunuka fon ishqibozlari, aziz obunachilar. Xudo xolasa biz yana bir yangi ishlarimizni o'zidan xos yetkazdik. Sizlar uchun Zarkin Tunuka fon kanaliga qo'yib bormoqdaman. Xo'p do'stlar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Bu ishimizga qancha Tunuka fon rasxod qilganman, necha puldan qilib berganmiz, barchasini aytib o'tamiz. Xo'p, hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmaysizdan bizni kuzatgan bo'lsalaring, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sababi sizlar qancha ko'p bizning qilagan ishlarimizga like bosib tursalaring, bizning qilagan ishlarimiz rekomendatsiya chiqib o'z boshini topadi do'stlar. Xo'p do'stlar, hozirgi kunda bir kvadrat Tunuka fonimizni barcha rasxod ichida 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizlarning ham chiroyli qilib Tunuka fon qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, bu ishimizga o'sha Tunuka fon rasxodimiz 220 kvadrat atrofida Tunuka rasxod qilganmiz. Barcha rasxodlar ichida 130 ming so'mdan qilib chizib berdik. Xo'p, bu ayvonimiz uzuni 14 metrga, xo'p yana 4,5 metr bo'lgan darvozaxonamizga, kiraverishda 7 metrga 315 lik yana bir darvozaxonamiz bor. O'zlaring ko'rib, o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu ishimiz sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Albatta fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim do'stlar. Xo'p, MDFlari 130 ming so'mgacha kirmaydi. MDFlar 1 metri 60 ming so'mdan. MDF отдельно hisoblanadi. Xo'p, ko'rib turganlaringdek shapkasi o'sha aylanasi 25 metrlik shapkamiz 125 chiqqan. Ko'rib turganlaringdek bu ishimiz ham o'ta bir go'zal bo'lib chizib berildi. O'zlaring ko'rib, o'z fikrlarini yozib qoldirish esdan chiqmasin.